BYD so'ng plus eng full pozitsiyasi keldi, kattasi. Narxini 22 ming, 21 ming debdilar. Birgalikda xudo xolasa sizlar bilan narxini chiqaramiz. Mashina вообще ideal sostoyaniyada ekan. Salonlari ham juda ham chiroyli. Hamma narsasi bor ekan, panorama luklari. Xullas bu mashinada o'zi O'zbekistonda trendga chiqib bo'ldi. To'rtta yumshoq yangi balonlar taqilgan ekan. Tonirovka ruxsati qancha bor? 2,5 oy. 2,5 oy tonirovka ruxsati bor ekan. Xullas mashinani kraskasi mana shu yerda kapotda pitnosi bor dedilar. Mana shu yerda pitnochasi bor dedilar. Lekin holati o'zimga juda ham yoqdi. Nech pul? Beradigan joyingizni ayting. Oxir. 21 ming mo'ljal. 21 ming. Ya mo'ljalingizni ayting, berishingizni ayting. Qo'ring. O'tgan safar kichkinasini 17 ming, 16 ming 900 qo'ydik. Talash bo'lib sotilgan edi. 18 ming qo'yaylik. Yo'q, bering, sizdan nima ketdi? Mashinangiz ko'p-ku. Yo'q. 18 ming bo'lsa yana 3 ta sotib olaman shuni. Yo'q, siz sotmayman, shuni kelishtirib bering. Yo'q, undaqa pulga bo'lmaydi. Beradigan joyingiz nech pul? 2 pachka. 2 pachka? 18,5 ga bering. Yo'q, unaqa. Robotcha gapiryapti ichida. Mashinada kim gapirayotgan ayol? eng fuli bu. Ichiga qamab qo'yganman, torpedan tegdi. Aka, mashinada bitta narx aytaman. Bersangiz berasiz, emasa qo'ymayman aka. 19 ga bering, ana tavakkal. Bir safar bering aka, bir safar maza qilsin bitta olgan odam. 505 kilometr bo'ldi. Bir sum ham nasiyasi bo'lmasa beraman. Bo'ldi. 19 ming bo'ldi narxi, 2023 BYD Song Plus'ni eng full pozitsiyasi, faqat naqd pulga, hech qanaqa xarajati yo'q, xudo xolasa. Hujjati generalniy bilan bo'lmaydi. Generalniy bo'lmaydi. Faqat oldi sot. O'zi oldi sotisiga ko'p pul ketmaydi. Men generalniy qilib olganman. Oldi sotisiga общий 3 millionlab pul ketsa kerak. Общий. Oldi sotisi bilan nomer taqishingizgacha 3 million pul ketadi. Narxini 19 ming dollarga belgiladik. Pastda egalar raqamlarini qoldiramiz. Bemalol baraka qilishlari mumkin.